Keng qamrovdagi ulkan qurilish va bunyodkorlik ishlari Jizzax qiyofasini tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy turar joylar, yangi yo'l va ko'chalarning barpo etilishi, ko'priklar qurilishi bu albatta hudud aholisining farovon turmushini ta'minlash yo'lidagi eng katta maqsadlardan biridir. Ta'kidlash joiz, 2025-yil ham Jizzaxda aynan qurilish sohasida tarixiy loyihalar amalga oshirilgan yillardan biri bo'ldi. Bu raqamlarda ham o'z aksini topmoqda. Joriy yilda davlat dasturiga asosan 98 ta ijtimoiy soha obyektlarida 288 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari olib borildi. Jarayonda 67 ta maktab, 14 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 10 ta tibbiyot muassasasi, 4 ta oliy ta'lim, 2 ta sport va 1 ta madaniyat sohasi obyekti qamrab olindi. 112 kilometr ichimlik suv, 66,1 kilometr oqova suv tarmoqlari tortildi. 22,8 kilometr yuqori kuchlanishli, 622 kilometr past kuchlanishli elektr tarmoqlarini tortish ishlari amalga oshirildi. Bugun Jizzaxning markaz va markazdan olis hududlarini qamrab olgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari viloyat aholisining yashash sharoitlarini yaxshilashda ezgu maqsadni o'zida mujassam etgan. Har qaysi hudud rivojlanishining asosida kuchli transport infratuzilmasi turadi. Bunday infratuzilma mavjud bo'lgan hududda iqtisodiy o'sish, savdoning rivojlanishi, aholi turmush darajasi yaxshilanishi ta'minlanadi. Bugun Jizzax viloyatida amalga oshirilayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlarida ayni shu jihatlarga ham e'tibor qaratilib, yangi yo'llar, ko'priklar hamda piyodalar yer osti o'tish yo'llari barpo etilyapti. Ko'rsatuvimizni 2025-yil mobaynida bajarilgan ishlar sarhisobi bilan davom ettiramiz. Bu boradagi ilk manzilimiz Jizzax shahrini M39 avtomagistrali bilan bog'lovchi yangi yo'l va yo'l o'tkazgich joylashgan hudud bo'ladi. Turka 253A avtomobil yo'lini M39 Toshkent-Termiz avtomagistraliga bog'lovchi 4 kilometrli yo'l hamda 700 poganometrli yo'l o'tkazgich qurilishi. Aynan ushbu jarayon bugungi kunda Jizzax shahrida amalga oshirilgan avtomobil yo'llari qurilishidagi eng yirik qurilish jarayonlaridan biri deyishimiz mumkin va aynan ushbu yo'l o'tkazgich hamda yo'lning qurilishi Jizzax shahri hamda Sharof Rashidov tumanlari hududidagi bir nechta mahallalar aholisining orzusini amalga oshirdi deyishimiz mumkin. Ya'ni bugungi kunda Tuyoqli, Xayrobod mahallalari aholisi aynan avtomobil va temir yo'l kesishmalaridagi tirbandliklar sabab Jizzax shahriga bir qancha vaqt sarflagan holda yetib kelishgan bo'lishsa, bugungi kunda aynan ushbu yo'l o'tkazgich va yo'ldan foydalangan holda ular yarim soat qariyb vaqtini kam sarflagan holda belgilangan demak manzillarga yetib olishlari mumkin bo'ladi. Albatta, ushbu jarayonda bugungi kunda xalqaro talablar asosida mana bunday ajoyib bir tunnel ham qurilgan bo'lib, ushbu ikki polosali tunnel albatta Jizzax shahriga Samarqand va Toshkent viloyatlaridan keluvchi mehmonlarni ham aynan qulay yo'ldan kam vaqt sarflagan holda Jizzax shahriga yetib olishlariga imkon yaratadi. Bu ham albatta aynan Jizzax shahrida avtomobil yo'llari qurilishidagi eng katta bir yutuqlardan desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Biz ushbu jarayon bilan tanishishda davom etamiz. Jizzax shahrini xalqaro ahamiyatdagi M39 avtomobil yo'li bilan bog'lovchi 4 kilometr uzunlikdagi 4 polosali avtomobil yo'lida ikkita tunnel, bitta 700 poganometrlik temir konstruksiyali yo'l o'tkazgich va bir dona ko'prikdan iborat. Tasmalar soni 4 ta, piyodalar yo'lakchasi alohida zarur yo'l belgi, yo'l chiziqlari bilan jihozlangan hamda tungi yoritish chiroqlari bilan ta'minlangan xavfsiz ushbu avtomobil yo'li xalqimiz uchun foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari 2025-yil davomida barcha dasturlar doirasida Jizzax viloyati hududidagi avtomobil yo'llarida joylashgan 30 dan ortiq ko'priklarda ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshirildi. Ushbu qurilgan yo'l o'tkazgich, piyodalar yer osti o'tish tunnellarining ahamiyati albatta o'sha foydalanuvchilarning xavfsizligi uchun to'liq xizmat qiladi. 2025-yilda yo'lsozlarimiz tomonidan amalga oshirilgan ishlar ham e'tirofga sazovor albatta. Jizzax viloyati bo'ylab umumiy 484 kilometr avtomobil yo'llari, 20 dan ziyod muhim ahamiyatdagi ko'priklarning ta'mirlanishi natijasida yo'llarda harakat xavfsizligi yanada oshirildi. 2025-yil davomida Jizzax viloyati hududidagi avtomobil yo'llarida 1200 kilometrdan ortiq avtomobil yo'llari ta'mirlanib xalqimiz uchun foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari Haydar Armonsoy ko'llar tizimi bo'yida turistik maskan tashkil etilishi natijasida ushbu hududga olib boruvchi 100 kilometrdan ortiq yo'llar to'liq ta'mirlanib, bugungi kunda xalqimizga foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari ichki xo'jalik yo'llarida dasturlar hamda ochiq byudjet mening yo'lim dasturi doirasida
ko'plab qishloq aholisi uchun qulay bo'lgan yo'l infratuzilmasi yaratildi. Avtomobil yo'llari qo'mitasi tizimidagi davlat muassasalari moddiy texnik bazasini shakllantirish bo'yicha bugungi kunda bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan olib qaraydigan bo'lsak, 2025-yilda o'zida 20 dan ortiq maxsus texnika va mashina mexanizmlar davlatimiz tomonidan beg'araz yetkazib berildi va tuman tashkilotlari tomonidan xalqimiz uchun avtomobil yo'llarida uzluksiz o'z xizmatini olib bormoqda. Mavzuni davom ettirgan holda e'tiboringizni yana bir o'ziga xos loyihaga qaratmoqchimiz. 2025-yil davomida Jizzax shahrining Eski shahar Buyum bozoridagi foydalanilmasdan turgan yerosti piyodalar yo'lagi faoliyatining qayta tiklanishi, shu bilan birga shaharning yana 2 hududida piyodalar yerosti o'tish yo'llarining barpo etilishi natijasida yil bo'yi davom etadigan tartibsiz harakatlar, tirbandliklarga barham berildi. Jumladan, Markaziy dehqon bozori hududidagi ushbu obyektning foydalanishga topshirilishi ortidan jizzaxliklarning ko'p yillik orzusi amalga oshdi. Shu o'rinda mana bu statistik ma'lumotga e'tibor qarating. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, Jizzax shahar Markaziy dehqon bozoriga bir kunda o'rtacha 15 ming nafardan ortiq aholi tashrif buyuradi. 8:00 dan 18:00 ga qadar, ya'ni 11 soat vaqt mobaynida bozor atrofidagi chorrahadan o'rtacha 7700 tadan ortiq avtomobillarning harakatlanishini hisobga olsak, yangi barpo etilgan tunnel piyodalar uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. 2025-yilda aholini sifatli kommunal xizmatlar bilan qamrab olish borasida ham e'tirof etishga arzirli ishlar bajarildi. Jumladan, viloyatda eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash masalasiga e'tibor yanada kuchaytirildi. Joriy yilda dasturlar doirasida 7 dona ichimlik suvi inshooti qurilib, qariyb 160 kilometr ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Natijada 37,4 ming aholi ilk bor toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shuningdek, aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 76,2% ga yetkazildi. Jizzax viloyatida qurilish sohasi bo'yicha gap olib borilar ekan. Mana bizlarda Jizzax suv ta'minoti tomonidan G'allarol tumanida juda katta yirik loyiha, Paxtako'r tumanida shu yirik loyihalar amalga oshgan. Mana G'allarol tumani misolida 60 milliard so'm respublika byudjeti mablag'lari ajratilgan. Loyihani amalga oshirish muddati 2026-yil yakuni bilan. Hozirgi kunda 4000 sig'imli oqova suv saqlash inshooti qurilyapti, qayta ishlash inshooti 48 kilometr tarmoq tortilyapti. Shuni hisobiga 28500 nafar aholi ilk bor oqova suv bilan ta'minlanadi. Xuddi shunday Paxtako'r tumanida oqova suv tizimlarini qurish loyihasi amalga oshgan. 95 milliard 700 million respublika byudjet mablag'lari ajratilgan. Loyiha amalga oshirilgan muddati 26-yil bo'lib, hozirgi kunda to'liq 70-80% ishlar yakuniga yetgan. Xuddi shunday loyihani amalga oshirish natijasida Paxtako'r tumanida 48500 nafar aholi oqova suv ta'minoti albatta yaxshilanadi. Undan tashqari ichimlik suv yo'nalishi bo'yicha Arnasoy, Zafarobod tumanlarida ichimlik suvi juda muammo edi. Hozir bizlar mana ikkinchi bosqich bo'yicha Zafarobod tumani bilan Arnasoy tumaniga Zarafshon daryosidan kelayotgan ichimlik suvi tarmog'iga, asosiy tarmog'iga, ya'ni buni 1708 kilometr aylantirib montaj, demontaj ishlari olib borilyapti. Bu natijasida ikkita tumanda ham ichimlik suvi yaxshilanadi, ya'ni 24 soat ichimlik suvi bo'ladi. Yurtboshimizning tashabbusi bilan 200 milliard mablag' ajratildi ko'p qavatli uylar uchun. Uning ichida bazalti, uning ichida aynan oqova suv tarmoqlarini yaxshilash, ichimlik suvini 24 soat tizimda ishlatish topshirig'iga mablag'lar ajratildi. Hozir biz shu kecha kunduzda bu mablag'larni to'liq o'zlashtirib, bu ishni ham yakunladik. Tumanlarda ko'p qavatli uylarda oldin ichimlik suvi tashib uchuvchi hisobida edi hammasi. Masalan, mana bitta ko'p qavatli uy bo'lsa, o'shanda 12 ta xonadoni bo'ladigan bo'lsa, 12 ta xonadondan 10 ta xonadon tashqaridan ichimlik suvini tashib ichgan. Tashib ichuvchi hisobida turgan. Hozir bularga biz to'liq uyni ichiga 24 soat tizimga olib kirdik, qildik uni, ichimlik suvini. Uni yana yonidan
shu yo'nalishda oqova suvini ham markazlashgan oqova suv tarmog'iga olib chiqdik. Hozir to'liq bu ishlarimiz ham amalga oshdi. Shuningdek, Jizzax viloyatining bir nechta tumanlarida oqova suv ta'minotini yaxshilash borasida ham bir nechta loyihalar amalga oshirilyapti. Jumladan, Paxtakor tumani markazidagi aksariyat ko'p qavatli uylarning oqova suv tarmog'i bilan bog'liq muammolarini bartaraf etish maqsadida Oqbuloq mahalla fuqarolar yig'ini hududida bir paytlar qurilishi boshlangan, ammo ayrim sabablarga ko'ra ishlar oxiriga yetmay qolgan oqova suv tozalash inshooti qaytadan bunyod etilmoqda. Inshootning umumiy quvvati 7000 kubni tashkil etadi. Obyektning umumiy qiymati 95.7 milliard so'mni tashkil etadi. Ushbu loyiha 75 kilometr oqova suv tarmog'i, 3 dona oqova suv haydash inshoot qurilishi va 6 dona rekonstruksiya qilish ishlarini o'z ichiga oladi. Va ushbu obyekt 2025 hamda 2026 yillarda qurilishni bajarishga mo'ljallangan. Hozirgi kunda 28 kilometr oqova suv yangi tarmog'i qurib bitkazildi. 17 kilometr mavjud oqova suv tarmog'i tozalandi hamda oqova suv tozalash inshootida beton ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu obyekt foydalanishga topshirilgandan so'ng tuman markazidagi 48,5 ming aholining oqova suv qamrovi 20% dan 85% ga ko'tarilishi rejalashtirilgan. Ta'kidlash joiz, Paxtakor tumanida ayni paytda oqova suvlarni tozalash inshootini bunyod etish bilan bir qatorda Olmazor, Oqbuloq, G'alaba kabi mahallalarda mavjud oqova suv tarmoqlarini tozalash hamda yangi tarmoq tortish jarayonlari ham amalga oshirildi. Shu o'rinda raqamlarga e'tibor qaratsak, Paxtakor tumanida oqova suv tizimini yaxshilash doirasida 6 ta mahallada 28 kilometr yangi tarmoq tortildi. 17 kilometr eski tarmoq tozalandi. 7000 kub metr oqova suvni tozalab beruvchi inshoot barpo etilyapti. Natijada oqova suv xizmati sohasida qamrov darajasi 85% ga ko'tariladi. Jizzax viloyatida amalga oshirilayotgan qurilish bunyodkorligi ishlari bugun har bir nuqtani, har bir hududni qamrab olgan desak, albatta mubolag'a qilmagan bo'lamiz. E'tibor bering, aynan Zargarlik mahallasi hududidagi 9 qavatli mana bu ajoyib ko'p qavatli uylar qaytadan rekonstruksiya qilinyapti. Liftlar deysizmi, har bir kirish yo'laklari deysizmi, eshiklar deysizmi, har biri bugun zamonaviy qiyofaga keltirilyapti deyishimiz mumkin. Albatta, bunday qurilish bunyodkorligi ishlari jarayoni har bir sohada alohida e'tibor qaratilgan holda amalga oshirilayotgani bu xalqimizning farovonligini ta'minlash yo'lidagi eng katta bir bunyodkorlik ishlaridan deyishimiz mumkin. 2026-yilda qilinadigan ishlar borasida ham bir necha kunlar oldin albatta taqdimot qilindi, aytib o'tildi. Ya'ni Jizzax viloyatida 2026-yilda avtomobil yo'li quriladi, halqa yo'li sifatida. Shu bilan birgalikda yangi massivlar bunyod etiladi. Bu albatta aholining uy-joyga bo'lgan talabi, aholining aynan transport harakatidagi xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qilinadigan ishlar deyishimiz mumkin. Biz 2026-yilda ham albatta mana shunday qurilish bunyodkorlik ishlari bilan sizni tanishtirib borishda davom etamiz va 2025-yilga amalga oshirilgan ishlarga xulosa berar ekanmiz. Jizzax haqiqatan ham ulkan qurilish va bunyodkorlik maydoniga aylangan holda barcha belgilangan vazifalar o'z nuqtasida samarali amalga oshirilyapti.